Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga mashhurlarning farzandlari haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Xo'sh, ularning farzandlari nechta? Taniqli xonanda Guliyasal Xo'jayevaning 2 nafar o'g'il farzandi bor va u ikkisini ham uylantirgan. Ikkisi ham san'at olami vakillari. Dilfuza Ismoilovaning ham 2 o'g'il va 1 qiz farzandlari bo'lib, ular onasining yo'lini tanlamadi. Ular biznesmen. Xonanda Kanizaning esa 1 nafar qizalog'i bor. Raqqosa Parizodaning 2 bir-biridan go'zal qizi va katta opasiga o'xshash Abdulqodir ismli o'g'il farzandi bor. Xonanda Oybek Nigoraning farzandlari juft desak mubolag'a bo'lmaydi. Ularning 2 o'g'il va 2 qiz farzandi bor. Sevara Nazarxonning ham 2 nafar farzandi bor. Ular chet elda o'qishadi. 1 o'g'il va 1 qizaloq. Xonanda Lolaning esa 3 nafar farzandi bor. 2 qiz va 1 o'g'il. Bahora Arslonovaning 1 qiz va 1 o'g'il farzandi bor. Yaqinda Bahora Arslonova yana bir marotaba onalik baxtiga muyassar bo'ladi. Bravo kulgu jamoasi a'zosi Shahlo Zoirovaning ham 4 nafar farzandi bo'lib, 1gina qiz va 3 o'g'il. Sevara Soliyevaning esa faqatgina 3 nafar o'g'li bor. Bilasiz, uning turmush o'rtog'i ham xonanda. Shahzoda Muhammedovaning farzandlari 1 qiz va 1 o'g'il. Qizi o'ziga o'xshagan modelyer, dizayner. Bu mening onam ko'rsatuvi muallifi Shoira xonimning esa 4 nafar o'g'il farzandi bor. U oilada qattiqqo'l ona. Malika Ravshanovaning 3 nafar farzandi bor edi. Kuni kecha u yana bir marta onalik baxtiga muyassar bo'ldi. Endilikda Malika Ravshanovaning 3 qiz va 1 o'g'il farzandi bor. Aktrisa Ra'no Shodiyevaning 2 o'g'il va 1 nafar qizi bo'lib, qizi onasining yo'lini tanlab san'at sohasida faoliyat yuritmoqda. Xonanda Shahzodaning ham 2 o'g'il farzandi bo'lib, katta o'g'li onasining izidan borib san'at yo'lini tanlagan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.